Sen nima istarding? Allohning o'zi kechirsin, erkak bo'lishni xohlardim. Hali shunaqa degin. Shunday bo'lsa nima qilarding? Har istaganimda kutubxonaga borardim masalan. Kechalari ko'chada yurardim. Yo bir marta arg'imchoq ochardim, arg'imchoq. Ortimdan yur. Qayerga? Borsang bilasan. Qani o'tir. Rostdanmi? Nima uchun? Umar Xayyom aytganlarki, bir insonni xursand qilish yer yuzini gulzorga aylantirgandan ham go'zalroqdir.